Hazreti İsa şagirdlariga yana bundaq dedi. Ko'nglinglarni bearam qilmanglar. Xudoga ishoninglar, mangami ishoninglar. Xudo otamning dargohida nurg'un uy makonlar bor. Bundaq bo'lmasa, buni sizlarga aytib yurmagan bo'latdim. Men har biringlarga o'rin tayyorlash uchun shu yerga ketib boraman. Men tayyorlik qilg'ili bordigan ekanman. Cho'qim qaytib kelib, sizlarni men bilan birga elib ketaman. Shundaq bo'lganda, men qayerda bo'lsam, sizlarmi shu yerda bo'lasizlar. Sizlar mening qayerga ketadiganligimni va u yerga boradigan yo'lni bilasizlar. Ey Rabbim, sizning qayerga ketadiganingizni bilmaymiz. Shundaq turuqliq, u yo'lni qandoq bilamiz? dedi Tomas. Hazreti İsa onunğa, yo'l, haqiqat va hayotlik o'zimdirman. Meningsiz hech kim Xudo otamning yeniga borolmaydi. Agar meni to'nigan bo'lsanglar, otamnimi to'nigan bo'latdinglar. Hozirdan boshlab uni tonidinglar, ham uni ko'rdinglar, dedi. Ey Rabbim, otingizni ko'sib qo'ysingizlar, rozi bo'latdiq, dedi Filip. Filip, dedi Hazreti İsa. Sizlar bilan birga bo'lganimga talay vaqt bo'ldi. Meni texcha tonimadingmi? Meni ko'rgan kishi otam Xudoni ko'rgan bo'ladi. Shundaq turuqliq, sen nemishqa yana bizga otingizni ko'rsatding deysan. Men otamda, otam menda ekanligiga ishonmamsan. Sizlarga aytgan so'zlarimni o'zligimdan aytganim yo'q, balki mening otam aytgan. U menda turib xizmatlarini qilyotdi. Men otamda, otam menda deganimga ishoninglar. Hech bo'lmaganda mening qilganlarimdan menga ishoninglar. Bilib qo'yinglarki, menga ishongan kishi mening amaliyatimdek qila oladi. Bundaq kishi buningdanmi ulug' ishlarni qiladi. Chunki men otamning yeniga qaytib ketaman. Mening nomim bilan nemini tilsanglar, o'z otamning ulug'ligi men orqali ayon bo'lsin uchun tilaklaringlarni ijobat qilaman. Mening nomim bilan nemi tilsanglar, men sizlarga shuni beraman. Hazreti İsa shogirdlariga yana bundaq dedi. Meni so'ysanglar, amrlarimga amal qilsizlar. Menmi Xudo otamdan sizlarga boshqa bir yordamchi ato qilishni tilayman. U sizlar bilan mangu birga turdi. U bo'lsa-mu haqiqatga boshlig'uchi muqaddas ruhdir. Uni bu dunyoning odamlari qabul qilmaydi. Chunki uni ko'rmaydi, tonimaydi. Biroq sizlar uni to'naysizlar. Chunki u doim sizlar bilan birga turdi. Ham sizlarda yashamoqchi. Men sizlardan ayrilganda sizlarni yetim qoldirmayman. Sizlarning yeninglarga yana qaytib kelaman. Az vaqtdan keyin bu dunyoning odamlari meni ko'rmaydi. Lekin sizlar ko'rsizlar. Men hayot bo'lganligim uchun sizlarmi hayot bo'lasizlar. Shu vaqt kelganda bilasizlarki, men otamda bo'laman. Sizlar menda bo'lasizlar. Menmi ham sizlarda bo'laman. Kim amrlarimni qabul qilib, uningga amal qilsa, meni so'ydigan kishi shu bo'ladi. Meni so'ydigan kishini otammi so'ydi. Menmi uni so'yiman va o'zimni uningga ayon qilaman. Yahuda ismli boshqa bir shogird, Yahuda Ishqariyot emas, Hazreti İsa'dan: "Ey Rabbim, nima uchun o'zingizni bu dunyoning odamlariga ayon qilmay, bizga ayon qilasiz?" deb so'radi. Hazreti İsa uningga
mundaq javob qaytardi. Meni söydigan kishi deganimni qiladi. Atammu uni söydi. Atam bilan ikkimiz mundaq kishining yeniga berib, uning bilan billa makon quramiz. Meni söymaydigan kishi deganimni qilmaydi. Sizlar anglayotgan so'zlar mening emas, balki meni avatgan atamninkidir. Men sizlar bilan birga bo'layotgan chig'imda sizlarga bularni dedim. Lekin atam mening nomim bilan avatilgan yordamchi, ya'ni o'zining muqaddas ruhi sizlarga hammani o'gitidi. Ham mening aytgan hamma so'zlarimni esinglarga soladi. Sizlarga omonlik qoldiraman. O'z omonligimni sizlarga taqdim qilaman. Mening sizlarga taqdim qilganim bu dunyoning odamlarining sizlarga baginiga o'xshamaydi. Ko'nglinglarni bearam qilmanglar, qo'rqmanglar. Sizlar men sizlardan ayrilib ketaman. Keyin sizlarning yeninglarga qaytib kelaman degan so'zimni angladinglar. Meni söysanglar, atamning yeniga ketadiganligim uchun xushal bo'latdinglar. Chunki atam mendan ulug'dir. Sizlarni bu ishlar yuz berganda menga ishonsin deb bularni sizlardan ayrilishdan burun aytdim. Sizlar bilan so'zlashadigan vaqt ko'p qolmadi. Chunki bu dunyoning hukmdori shayton kelish oldida turdi. Uning meni besib tushgudek qudrati asla yo'qdir. Lekin bu dunyoning odamlari mening atamni so'ydiganligimni bilsin deb atam menga amr qilgan ishni amalga oshiraman. Turinglar, bu joydan ketaylik.